Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy aviatsiya instituti. Bulutlar orasidan serquyosh diyorimizni ko'rish va mamlakatimiz samo sarhadlarining daxlsizligini ta'minlash bu boshqacha tuyg'u. Men samolyot uchuvchisiman. Orzularingizga qanot bering. Samoni biz bilan zabt eting. Men vertolyot uchuvchisiman. Dron yangi avlod kasbi, kelajakni boshqarish imkoniyati. Osmonda kamera, nazorat sening qo'lingda. Balandlikni tanla, imkoniyatlaringni samoga olib chiq. Bu shunchaki kasb emas, bu mas'uliyat. Bu shunchaki texnika emas, bu millionlab ishonch. Aviatsiya muhandisi ana shu parvozning ishonchli poydevori. Uchuvchi samoga ko'tarilganda uning ishonchi mening mehnatimga bog'liq. Har bir vint, har bir dvigatel, har bir detal mening mas'uliyatim. Men dvigatel muhandisiman. Qurol bu kuch. Ammo nazoratsiz kuch xavf demakdir. Shuning uchun men kuchni boshqaraman va aniqlikni ta'minlayman. Men aviatsiya qurollari bo'yicha muhandisman. Osmonda ko'rinmas to'lqinlar bor. Buyruqlar, koordinatalar va aloqa nazorati. Barchasi ko'zga ko'rinmas, ammo boshqaruv uchun muhim. Men radioelektron jihozlar bo'yicha muhandisman. Men samoda ko'rinmayman, lekin har bir parvoz mening ovozim bilan boshlanadi. Men havodagi harakatlarni boshqarish operatoriman. Anglaganingizdek, Harbiy aviatsiya institutida siz samolyot uchuvchisi, vertolyot uchuvchisi, dispetcher mutaxassisi, uchish apparatlari va dvigatellari muhandisi, aviatsiya qurollari bo'yicha muhandis, radioelektron jihozlari bo'yicha muhandis, aviatsiya jihozlari bo'yicha muhandis, dron operatori uchuvchi kabi qator mutaxassislik asosida ta'lim olishingiz mumkin. Baland orzularmi? Unda baland parvoz qil. Aviatsiya bu status, kelajak va jasorat. Qabul davom etmoqda. Osmonga yo'l aynan mana shu yerdan boshlanadi. O'z kelajagingni bugun tanla. Hujjatlar joriy yilning 1-fevralidan 31-mart sanasiga qadar qabul qilinadi. Batafsil ma'lumotlarni airforce.uz sayti hamda 75 kodi bilan 221 2012 221 2150 raqamlari orqali olishingiz mumkin. Manzil Qarshi shahri, Jayxun ko'chasi, 54-uy.